Xo'p, quyosh panellarini sizlar bilan hozir qanaqa o'sha aytganimizda video boshida turlari, qanaqa nomdagilari bor, brendiviy, trenddagilari, sifat yaxshilarini sanab o'tamiz. Masalan, aytaylik, hozirgi kunda eng iPhone telefonini misolida oladigan bo'lsak, eng brendiviy, yaxshi ishlaydigan brend bo'lsak, Longi Haymo 10 versiyasi bilan oladigan bo'lsak, bu eng brendiviy panellarimizdan hisoblanadi. Soyalanishda ham texnologiyasi HBPIS 200 texnologiyasida ishlaydi. Soyalanishda ham qolgan panellarga nisbatan yaxshi tok bera oladi. Zavod tomonidan 20 yildan 30 yilgacha garantiya berilgan. Bundan keyin masalan Samsung telefoni deb oladigan bo'lsak, trendga chiqqan Jinko panellarimiz hisoblanadi. 500 xo'p, o'tgan yilgi hisobida 500 wattdan boshlab olingan, hozirgi 2026-yildan boshlab o'sha 600 wattdan yuqoriliklari texnologiyasi yangi, tok berishi ham ancha sifatli, samaradorli hisoblanadi. Bundan tashqari, xo'p, Jasolar firmamiz bor, Trina Solar, Era Solarlarimiz bor. Bundan tashqari ko'zga ko'rinmagan bo'lsa ham, lekin yaxshi sifatdagi panellarimizdan biri JA Solar bilan boshlaymiz. JA Solar xuddi shunaqa 600 wattdan yuqori samaradorlikka ega, 700 wattdan yuqoridagilik bo'ladigan bo'lsa, vertikalniy bo'ladi. Xuddi Jinkodagi kabi vertikalniy tartibda bo'ladi. 700 wattgacha bo'lgan hammasi yotiqda bo'ladi. Paddonida hammasida bir xil. 700 wattliklar, 700 wattdan oshiqliklari paddonida 33 dona bo'ladi. Jinkoda ham, Jasolarda ham, Longida ham. Longida 620 wattdan boshlab Haymo 7si, 635 watt Haymo 10i bor, 645 wattligi Haymo 10 Science versiyasi bor. Xo'p, paddonida Jinkolarimizda 36 dan bo'ladi. Yotqizilgan holatda taxlangan bitta paddonda 36 dona bo'ladi. 700 wattdan oshgani bo'ladigan bo'lsa, u ham xuddi shunaqa 33 ta bo'ladi vertikalniy holatda. JSOlarda ham xuddi shunaqa 33 ta bo'ladi. Agar 620 JSOlar 625 wattligi yoki 645 wattligi bo'ladigan bo'lsa, paddonida 36 ta qilib yotqizilgan holatda taxlangan bo'ladi. Bundanda qiziqroq ma'lumotlar yoki foydali ma'lumotlar, qiziqarli quyosh panellari, invertorlari haqida ma'lumot kerak bo'lsa, bizani qo'llab-quvvatinglar. Videomizga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Quyosh panellari, invertorlari o'sha on-grid, gibrid, off-grid qisqacha ko'rsatib o'tamiz. On-grid sistemadagi quyosh panellarimiz 3 kW minidan boshlab 10 kW bo'ladi. Xo'p, 3 kWdan 10 kWgacha bir fazadan 3 fazagacha bo'lishi mumkin. 10 kWdan yuqorisi 110 kW, 250 kWgacha hammasi 3 fazalik bo'ladi. Bu on-grid sistemadagi quyosh panel invertorlarimiz hisoblanadi. Davlat aytib o'tganimizdek, davlat toki o'chib qolsa, bu ham o'chib qoladi. Asosiy maqsadi davlatga, sizga daromad keltirish, davlatga o'sha quyosh panelidan kelayotgan tokini sotib, sizga daromad keltirish bo'ladi. Bundan tashqari gibrid invertorimiz. Gibrid invertor xonadonni ta'minlaydi. Asosiy maqsadi xonadon ta'minlashdan ortganini, xonadon ta'minlanganini ortganini va o'sha himoya quyosh panel akkumulyatordan ortganini davlatga sotishga xizmat qiladi. Bundan tashqari fermer xo'jaliklari uchun chastotnik invertorlarimiz mavjud. Ko'rinish shu holatda bo'ladi. Bu ham xuddi shunday 1 kWdan 5,5 kWgacha bir faza bo'ladi. 5,5 kWdan 110 kWgacha 3 fazalik bo'ladi. Quyosh panelidan kelgan tokni ulaysiz. Bundan chiqqan tokni esa nasosga ulab, to'g'ridan-to'g'ri nasosni boshqaradi. Bundanda qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki quyosh panellarining invertorlari buzilgan holatlar bo'lsa, o'sha monitorida ko'rsatilgan xatoliklarni servis xizmati barchasini o'zimizda xizmatimiz mavjud, servis xizmati ham mavjud. Kimga o'sha ustanovkasi bilan yoki ulgurji narxlarda quyosh panellari va invertorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Sizlar bilan quyosh panellari o'z jamoasi maqsud bo'ladi. Hammaga rahmat.